Bu meni vatani pirojniga o'xshab qolgan holati. Okay, nima uchun bu holat kelib qoldi? Bilasizmi? Chunki issiq sovuq har doim ko'rishganda kondensat yig'iladi. Kondensat hisobini olishmagan. Ya'ni suv issiq sovuq ko'rishganda yig'ilib meni vataga oqqan. Meni vataga oqqandan keyin, meni vata ho'l bo'lgandan keyin, u meni vatani вообще foydasi yo'q. Chunki issiq suvni bemalol ho'l meni vata o'tkazib yuboradi. Bunaqa joyga nima to'g'ri yechim qilish kerak? Okay, bilasizmi? Meni vatani o'zining maxsus plyonkasi bor. Tepadan va pastdan qo'yiladi. Suv yig'ilganda o'sha plonkaga tushadi. Voy, shuncha ish qilamanmi? Deysiz, ha, ko'pchilik shu ish qilmayapti. Meni vatani ham foydasi bor ekan. Bunaqa narsa qilgis kelmasa, okay, biz sizga mana bunaqa penoplastda tavsiya qilyapmiz-ku. Tunkantagidan to'g'ridan to'g'ri qo'yasiz. Issiq sovuq o'tkazmasligiga men javob beraman, okay? Siz xohlagan razmerda kesib beramiz. Siz xohlagan plotnosda tayyorlab beramiz. Okay, men sizni issiq sovugingizni o'ylab, rosa ham ko'p mahsulotlar va ma'lumotlar beraman. Okay, videoga bitta like bosib, qurishda ko'p xato qilmaslik uchun profiliga obuna bo'lib qo'yasiz. Videoni do'stlarga tashlab qo'yasiz. Assalomu alaykum.